Tıbında kışlak kö... Hocayın boğa adam öz kulluk elbet mesul oluş gerek. Lekin bu adam kesel bilemsiz. Onun kesili başkaları jukudu. Şuna onu yolga taşıyıcı gerek. Taşlayasınız, o öz nemiş kılalaydı. Onundan hem hikmetmen, onun köngülü bildi Allah çıkıdı. Selam şunda qep kesel kullanı. Sahavat kadıqıştırıp koymakçı mı? Gepinizi qaran, bunun men bilen nima alaqası? Men degan hujudar, buyruqni ijro qiladigan odam. Buyruqmish taqi. Nimeli demen bu qiraq janoblari bekitgan qoida. Kesel qullarning hammasini yig'ib olsak, o'zingiz o'ylab beqing. Qo'riq doktorxona qo'yilib qolmamda. Sizlar qullar to'g'ida tamoq bermagach kim shundoq bo'lgan? Bu odam bo'lanmidi Bekzada? Bu odamni qo'riq olib ketmamsiz? Nayt afsus janob. Navada etkessem Lyonso Bekzada menga qattiq qo'ydi. Sizning boshqa gapingiz bormi? Yo'q, kessangiz bo'ladi. Nega? Qo'riqib berib, darrov Harvarddan birdan kel. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Siz uni bizni qo'riqib ketmoqchimi? Sening chiqqanda qilsak bo'ladi. O mishada o'lib qolsinmi ya? Men Harvard kelay. Janobi Abrantis xabar berib, bizni qo'riqib bir kelib ketsin. Xo'p, Bekzada. Mang'ilmaga tez ber, tez kel. Seni mishada saqlab turaman. Mutamliq bu. Buning hammasi shuning gapi Bekzada. Bu saraliq endi mening qo'rqimni boshqa qilib turibdi-da. Og'zi besiqmay, nutq so'z degandek so'zlab ketdi. Shafqat yog'dirg'isi kelsa yog'diraversin. Ammo o'zining qullariga yog'dirmasin. Men uning to'ri janoblarining shunda qiladiganligini aytdim. Qo'riqni kasallarning asrandiqansiga aylantiradigan ishni anglab boqmabdi gap. U qo'shnimizning qullar oldida qilchi obro'y bo'lmasi kerak. Cho'qim shundoq. Bundaq odamlar boshqarga egilik faydan bo'lmay qolmaydi. U tazmi kalvan emak. Uningda xo'jaylik salobatmi yo'q? Biroq uninkiga bormasam yana bo'lmaydi. Uni iniq boramsiz teqi? Uning chiroyli sonisini ko'g'ilib olmoqchi. Doktor nima dedi? U bechara qo'lda umid yo'q ekan. Bechara buvay. Uni bizning qo'riqda ep qalay deb atamsan? Siz shu. Tabiqana. O'lim oldida yotgan bir buvayni olib yo'lga tashlab atsam, to'g'ri bo'ladimi? Yo'qay, men uning o'z xo'jayini holidan xabar olamdikin debdiman. Astola xristianlik vijdoni bor odamlar cho'qim shunday o'ylaydi. Bu nima deganing? Uning kimga tavalligini bilamsiz? Uni men nereden bilay? Kimninki ekan? Xo'jayini bu qo'lni tugashganligini ko'riblar, uni qo'riqdan haydab chiqiribdi. Bekrahimsiz odamki. Ba'zi odamlarning qo'lidan har balo keladi. Bu qo'l kimning ekanligini teqib bilamidinglarmi? O Leoncio Bekzadaning. Biz mishada mehmon qilgan eliqi Leoncio Bekzadaning. Qandaq guvanamı o? Siz qullarni hörlik chiqirish guvanamisini anglamagan etdingiz. Yeydigan nimami? Nimalarni da'vatsiz? Ay, men ömrüm boyu aşxonada chini qacha qozon qumush bilan hapilishib, tamoqdan boshqa gapni anglamagan. Hörlik guvanamiz degan qullarni azodlikqa erishtiradigan hujjat. Qullar shundaq guvanami olsa, mangu azodlikda yashaydi. Mening shundaq guvanam og'im bor. Ha, rost. Guvanam deb anglagandekmi qilaman? Sening davatqining to'y guvanamisi emas-ku. Hörlik guvanamisi Yanuariya. Oy, o'xshashli gap. Ish qilib ikkimiz umrvoyat uningga erishamaymiz. Biroq xonanam grafqa deb meni hörlik chiqiraman dedi. Ha, rostmi?
Graf Castle xananam onunğa etmoqchi. Appa kızım, sen hörlükке erişirgen bolsaq, beşim asmanğa yetidi. Muş iş rast bolsa Leonsio'nun yanağı ikinci bağıcı bolma. İkkanlar takalışıp qalmagan bolsаңlarmı, bağmı? Mening onun bilan endi badi keldi qığım yok. Begin, biri sizni izlab kepti. Muşunda çağdı kelgen kimdi? Meni kildi deb o'ylamagansizlar. Siz menga kechlik tomoqdan keyin kelishimni deb edingiz. Yodingizda deb o'ylayman. Kechiring, sizga etmasam bo'lmaydi. Siz bizning oilamizda, endi qarshi ilinmaysiz. Bu chaqchaq emasdi. Bu nima deganingiz? Nima deyotganim balki aniq-ku. Men sizni chiqib keting demoqchi. Balkim bek hayajonlanib ketayotgandiman. Nima maqsad kelganingizni so'ramay ochiqlanib ketayotgandiman. Agar bir kesal qulni xorliganligingizni iqror qilsangiz, sizni yana qizg'in qarshi olishim mumkin. Men bu ya kesal qulning gapini qilganmidim. Shuni bilmadingizmi? Tinchlikmi xon? Tinchlik. Yaxshimisiz, xonim? Kesal qulungiz to'g'riliq, bir eg'izim gap so'ramamsiz. Yo'lda tep olgan tayyor tapning nima kerak? Men uningga qiziqmayman. Men sizlarchiligim mehmon. Alaydan sizlarni ziyorat qilib keldim. Kechiring, janob Leonsio. Men sizni aqlliq chaqlab. Bugun tushdan keyingi munozirdan keyin endi sizni bizni o'ynan mehmoni bo'lamaydiganligini tushunadi deb o'ylab tikanman. Mundaqda. U gaplarni rostlab qopsizda. Bu gapchi bir qo'lni deb. Men bilan munosabatinglarni uzmoqchi ekansizlar-da. Men sizga javob berib bo'ldim. Leonor, janob Leonsioning naslarini yig'ishtir. Yaxshi gap, janob Dobias. Nayt yaxshi. Bu gapchi berish kelishimiz mishagich bo'ldi ekanda. Shundoq umiddaman. Alba xonim. Tays xonim. Xo'shamsi, janob Dobias. Aman bo'g'aysizlar. Bu xumparning bunchalar qilinligini o'ylamabdi ekanman. O'zingni besval aka. Bekmi eg'ir gap qilyapting. Eg'ir gap qilyapting. Nimil degan bilan biz qo'shni emasmi? Qo'lning ishi ko'zingga har qancha g'ayri ko'rinsimi? Shuni deb ikki oilaning inoqligi ta'sir yetkazsang bo'ladi. Qo'shnilarning inoq o'tgani yaxshi. Biz undaq odamlar bilan inoq o'tolmaymiz. Meningcha Dobias to'g'ri qildi. Demismi Leonso Bekzodining gaplari doim kishining g'idig'ini keltirdi. Uning qo'llarni xorlashga haqqi yo'q. Uning bilan bo'lgan munosabatimiz mishaychi bo'ladi. U mush gapni to'g'ri dedi. Munosabatimiz mishaychi bo'ladi. Menga shundoq bo'ladi. So'qqan bo'l bolam. Bundaq odamlar jazolanishi tegishlik. Aras. Men gazetda mush yoqda bir maqola ko'rgan. Qandaq gazetda? Nemish to'g'riliq? O'tgan haftadagi gazet nada? Ambar uyda. Men chiqib tepib beray. Bo'ldi, o'zing topay apa. Gazetni nemish qilsa? Bu qonun nemishqa ismga kelmagandir. Xanana, siz mushuni deganmi? Ha, shu. Malvina tayyorliq attirgilni hujraga kirib qo'y. Shkafni ustiga qo'ysak nayt yaxshi bo'lg'idek. Bek o'liqib ketyapman Izora. Qo'riqdi mehmon ustib baxmig'imizga uzun bo'pti ekan. Hamma narsamiz ko'ngildagidek bo'lsa, hamma ishimiz mehmonlarning ko'ngliga yoqsa deyman. Obdan tayyorlik qildingiz. Mehmonlar cho'qim rozi bo'ladi. Qaranglar. Mana nima ekan? Topdingmi? Nima? Men mush yoqdagi maqolani gazetda ko'rganda qilib edim. Nimani deydigansa?
Bu kanun kuchga ekan. Men uning e'lon qilishiga ishonatdim. Demak, hukumat undaq o'ktamlikka qarshi turgan. Qonunda nim depdi? Mana anlanglar. Umuman turmush vositalari, yetarli bo'lgan qo'l egalari kasal, nervis buzilgan, tug'ilishda naka yoki saqaymas kasallik giriftor bo'lgan qo'llarni ko'chaga haydab chiqarsa, ularga 30 ming lepes jarimani to'ltidi. Hamda qo'llarni qaytarib ketib, ularni muvofiq kutdi. Yo'q lan ishqa aralashma. Bo'lmasa ortiqcha avarishlik tepib olasan. Aralashma demsiz, aralashmay bo'lamdi. Men u mutahamga jarimani to'latkizaman. Shuningdan bo'lsa saboq olsin. Her gün müşçağda. Akan mı? Ha. Bugün mü çıkıp gitti? O kız doğruluk akan yana nemilen dedi. Hiç demdi. Degidek nimbadaysiz. Akam o kız qattiq berilip ketadi. Qarağım. Akam o kızını yana bir kösenma deydi. Ben ishonchimni yo'qotgandim. Ems biyaga nemish qilgani keldi? Yo'q, bu gapni men u ma'noda demadim. Qadrligim, ishonchimni yo'qotganim yo'q. Her gün sizni eslayman. Her gün tushdagi mishakib sizni saqlayman. Saqlig'imga yarasha oxiri keldingiz. Ko'zimga ishonmay qilyapman. Bunchalar ko'p yostiq nim qilsiz, dadamning o'jirsida bor emasmi? Ba'zilar qo'sh yostiq qo'yishni xohlaydi. Bu seriq mayranglik uydagi yostiqdi. Mehmonlar rahat uxlasin deb ochiqdim. Mehmon? Nani mehmoni u? Janobi Fontrachi. Fontra? Sana demedimmi? Dadamni deb shunda aldirab ketyapsiz kerak deganmiding? Mehmon kelganligini menga hech kim demadi. Bu ishni sana aytmay qo'ymagandiman. Ras menga aytmadingiz. Ras aytmadingiz. Dadam Janobi Fontra bilan uning bolalarini boshlab kelmoqchi. Shuningga mushunda qaldirab ketganim. Bir necha yil bo'ldi. Biz qo'riqda mehmon uzitib boqmadik. Ballar dedingizmi? Kimning ballari? Nimanda uqmaydigansan. Shahardadan ulan mehmon chaqirgan. Sen kelmay dadani ranjitganding. Fontraning bolalarining birining ismi Enrik. Yana bir ismi Malvina. Shu gapmidi? Yana nim bo'lding? Menga bu yerdim xotirjamlik yo'q ekanda. Ular tarbiya ko'rgan odamlar. Seni hergiz avar qilmaydi. Malvinachi. O qiz o'z chiroyli, axloqli qiz. Dadam u arvoni boshlab meni mishakchi qovlab keldi ekanda. Leonsio, o'zing tunimaydigan bir qizni nemish qondaq deysan? Agar dadam u sayraliq jumboqni zo'rlab menga tangman deydi ekan, xatolishidi. Avar bo'g'ni bo'g'an. Bu hayajonlanish bir odamning sababidan bo'lyapti. Men sizga to'liq muhtoj. Men bu sizdahli o'ylayman. Yolg'izlikda o'tgan turmushning qanday bo'lganligini tasavvurmi qilolmayman. Sizni yaxshi ko'raman. Menga ishoning. Sizning yaningizda bo'lishdan boshqa baxtning nimaligini bilmayman. Siz hozir baxtlikmi? Dunyoda bundan ortiq baxt bo'lmas. Sizning yaningizda tursam, yuragim boshqacha sep ketadi. Bundaq hissiyat. Sizdagi bundaq hissiyat uzung'ich davomlashadi. Demakchimanki, mangu saqlanadi. Ko'nglingizdagi gapni dangchi. Men nemish sizni doim ko'rib turamayman. Bizga to'sqinlik bo'layotgan zodi nima? Uyingizga berib ota-onangizni ko'rishimga to'sqinlik bo'layotgan zodi nima? Bu mumkin emas. Dunyoda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Bizning qo'shilishimiz balkim qiyinga tushsa. Bu menga ma'lum. Shundaqdimi biz amin qo'shilamiz. O'tirimizda ham bo'lib o'tish tas ko'rinsimi? Bir-birini chin dildan suyadigan odamlarning oldida xuddi rivoyatlarda aytilgandek mo'jiza yuz berdi. Gapimga ishoning. O'tirimizga hangdan o'tmak haqiqatanmi tas? Armayashmay keldinglarmi? Azroq charchadik o'day. Nimaga charchatdik? Safarimiz intayin ko'ngilli bo'lgan to'sa. Bu yer pek chiroyli ekan. Havosi sap. Uylarimi ko'rkam. Bu yerning ko'nglingiz yaqiniga to'lim xursandman. Mushunda qo'riqda bir necha kun turish men uchun to'limi ko'ngillik. Izora, esingizmi? Albatta esimda.
Ataqlıq pianinocini qandaq unutup qalay? Yaxşımısan İzora? Rahmat sizga. Siz bilan yana ko'rishganim uchun to'liq xushalman. İzora, xenimga hojirsini ko'rsatib chiq. Rahmat sizga xonim. Oğlunuz qo'rqdi yo'qmi nima? Bah, albatta bah. Uning bugun yetib kelishimizning xabari yo'q o'xshaydi. Mening xatimni elif vaqtni xato mo'ljallangan bo'lsa, atkili deb o'ltiramdi o'tix. Qorğunuzni aylanib kelsam bo'lamdi. Obdanroq ko'rib olay dedim. Albatta bo'ladi. Ha, kechiring. Men Enrik bilan birga aylanib kelay. Qo'riqlarni ko'rib baxmanimga bir necha yil bo'lib qopti. Ko'rib beqam do'stim. Ha. Leoncio qaysi alabasning o'zi kirib ketdi. Men muhmayman. Bugün onu köymüdüm. Düştüm burun, izletip tapamadım. O bizning bugun kelganligimizni bilmamdi. Biladi. Bilse kerekti deyman. Bu nomussiz meni yana yerga qaratdi. Şeker qumushliq ketdi bu o'g'ay. O derhal qaytib kelmasa, Chechilman, Almeyda, chechilman. Malvina xanim rostli sayıp jamalkan. Chiroyliqmika? Men ko'rgan qizlarning ichida eng chiroyli ekan. Bizning bu xonimning sirtila emas, ichimi chiroyli. Bundaq odamning xizmatida bo'lish mening baxtim. Xanim, menga hozirliga hujuringiz malikiyatqidek chiroyli ekan. Sizga yoqqan bo'lsa, men xushal. Qo'riqchonkan. Grab janoblari ati bizni shekar qo'mishliqqa olmoqchi. texchi tomoqda atilmag'ini uchun ap o'qigaysizlar. Leonson saqlaymiz deb kechikdik, uni uzun qolmay kelib qala. Men uning xatini sizga bermadimmi? Nima xat? Leoncio bir qo'ldan avatibdi. Og'insini qo'rqiq beribdi ekan. Do'stim og'irib qolg'ashqa kechki tomoqqa boramayman. Mashhad qunib qilishim mumkin debdi. Ha, afsus. Begzodi bilan tanishishga keyinchi fursat bo'lib qolar. Shundoq. Ester beribdi. Tamam tasın. Ma'qul. Almeyda bayam sizlarga tushuntirib o'tgandi. Leoncio sizlarning bugun keldigininglarni rostli bilmaydi. Sizlarni at keldi deganda qilib edi. Qani. Ma'qul amsa. Biz hujraga kirib biroz orom olaylik. Qana dedim Enrik. Shundaq dada. Bugun bir oz og'anda qilaman. Ester ikkimiz mi xeli charchadik. Atatganda sizlarni shekar qo'mishliqqa boshlab boray. Soat 6'da naştı qilamiz. Agar bizim burun turib qalsanglar, qo'llarimiz xizmatinglarda bo'ladi. Mehmonxonada birdam o'ttasam ranjimasiz xonim. Nima deydigansiz? Agar xohlasangiz sizga bir pas o'tirishib beray. Ester xonim, sizmi charchidingiz? Baldıroq aramiling. Men birdam o'tirib olib, ondan kirib uxlaymikin. Sahraning sap havosidan huzurlangach, yegan tamoqlarimni singdirib olaymikin deyman. Emse, men chiqib aram olay. Xushvaqt bo'ling, Malvina. Xushvaqt bo'ling, Ester xonim. Xushvaqt bo'ling, dada. Rahmat qizim. Xushvaqt bo'ling, graf janoblari. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'lgin. Xushvaqt bo'l. Uzun bo'ldi ko'rishmay. Bəhmi aldıraş bo'lib ketdim. O bana mundaq qilaversa bo'lmaydi, Ester. Nima ishga tugatmaydi? Bo'ldi ranjiman. Adabsizning qilig'ini.
Bir ishga yo'liqib qaldimi texi? U nima yo'liqmoqchi edi? Men bilan kirishgan olmamdi. Ish bo'lmasa sababini tushundira. Meni hurmat qilmaydigan bo'ldi-ku. Bu ishni o'ylamay. Uxlab aramaylan. Ati ham ish o'ngshilib ketadi. Men onu ko'rsin deb o qizni bu yerga aran ep kelgan tursam, uning lag'aylab yurishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Leonsiyo Malvidaning guldak o'sini ko'rdiganli bo'lsa, xato qilganini tushundi. Muomalasini o'zgartirishi mumkin. Fransisko! Mana men keldim begim. Ha, bugun charchidingizmi deyman. Ya charchimadim. At menim negeli uzun bo'lib ekan, sal bir aram bo'lyaptiman. Ha, bugun bak ko'ngilli o'ynadik. Rost deysiz. Sizlarni endi u yoqqa Fransisko boshlab borsin. Bo'ldi qilayli. Keyinchi basaqmi bo'ladi-ku? Yo'q, sizlar ko'rib kelinglar. Men birdam aramalay. Sizlar yo'linglarni damlashtiravering. Amsi yaxshi ko'nglingizni yadi qo'ymaylik. Qani, marhamat. Ha. Bu ne? Ayak koy. Bo'ladi, Beyzade. Sizni kömeptim endi da. Yaxshimisiz? Nomusni bilmaydigan. Tönügün bana behurmatlik qilib bugun yana gap qilyapsana. Shunda qilmay amalim yo'q. Menga maslahat samayli mehmonlarni buyuk boshlab kelibsiz. Qilganingiz to'g'rimi? Bu nima deganing? Nega olmoqchi? Aytaht qaytib ketmoqchi. Kim seni qaytdi? Mayli ketay bir kimning menga buyruq tushirishi hojat emas. Men janobi maslahatchining qizini sen bilan kurishtirgil boshlab kelgan tursam. Buning nima zarari edi? Uning sizmi obdan o'tyapman. Leonzio, sen ketanmaysan. Xatolashyapsiz dada. Men ketaman. Men sana o qizni bir ko'rsatmoqchi. Siz shundaq sat bir sayralikni tanlab men xotinlik tangmoqchi-ku. Sen Malvinaning sahralik sat qizig'ini nerdan bilasan? Uni tasavvur qila olmayman. Avval uni bir ko'rib boqmamsan. Bo'ldi, ko'may. Sen ketma, o qizni bir ko'rib boq. Ko'rsam shu dada. U notayin. Men paytonga otlarni qo'shtirib qo'ygan. Qullaq deb otlarni chiqaraversang bo'lmadimi? Meni zodi nima qil demoqchi? Nima desam ma'qul demoqchimi? Boshqa otlarga o'xshash, men seni o'z istiqbolini topsin demoqchi. Mening istiqbolimda ansirman, uningda gap yo'q. Poytaxtga berib lag'aylab yursam, istiqboling nima bo'lmoqchi? Siz meni munoqlardek yashashga majbur qilsangiz, texim tugashmamdiman. Deb baqa. Amisi sen mening pulim bilan aysh ishrat qilib yuravermoqchimi? Men sizdan pul so'rmadim. Amisi anglab qo'y. Bugun mushu darvozadan chiqib ketadigansan, mendan pul olman deb ham xiyol qilma. Bir tiyinmi ololmaysan. Sen to'y qilsang, andin ho'shingni topsan. Men hech qachon o'shimni yo'qotib boqmadim. Men seni to'g'ri yo'lda mansun deb o'taman. Meni to'g'ri yo'lda mansun desangiz, menga bir sayralikni tangmasligingiz kerak-da. Men seni o qiz bilan to'y qilsin demadim. Ko'rib boq deb o'taman. Ikkisi bir gap emasmi? Uning bilan ko'rishib qo'ysam, uni yoqtirsammi, yoqtirmasammi, uning bilan to'y qilasan deb turib olasiz. Sen hech kimga o'xshamaydigan bosh saqpal bo'lsan. Deginingni qilsan. Yog'ar zuqmaysan. Balkim birsiga o'xshagandim, shunda emasmi? Krapnazı meni nägçi barıdı? Bu tağның keynigicha. Kichik chamdanim nat qoldi. Mehmonxonada bikin. Qardim, cho'ng chamdala turdi. Amisa, o'jiringiz o'xshaydi. Istikab chiq. Bo'ladi. Chapinimni ko'rdingmi? Hujrangizni ko'rgandek qilib edim. Men berib izlab boqay. Apa, Izora nerede? Hujramga chapinimni ag'il kirib ketdi. Ishing bormidi? Yo'q. Leonsiyo, uni izlab nima qilatding? Uning gapim batdi. Krap janoblarining qo'rqini bunchalik sho'ntab o'ylamabdi ekanmi?
Çöştü ettim mi? Apamızın çapının ağlı kırıp edim. Meni saxlavatıdı. Men ondan bir az qo'rqamsan nima? Ben çıkay. Gapimga javob ber. Mendan qo'rqamsan? Özünüzün belsiz. Sizin muşturuqыңızdan qo'rqaman. Qo'rqishing tabiiy. Bu senda man qarta ma'lum hissiyatning paydo bo'layotganligini bildirdi. Qo'rqishmi, hissiyatmi? Albatta. Bir odamdan qo'rqsa, uningda cho'nqur hissiyatning paydo bo'lganini bildirdi. Men sen bilan xo'shlashib keldim. Bo'ladi Begzod. Xayr, xush. Xayr, xo'sh Izora. Biz pat arda yana ko'rishimiz. Meni unutib qolmadingmi? Cenab-ı Fonturala qaytib geldi. Sürüşüp qalsan qanday qilsa? Siz to'smagan bo'lsangiz, allabirun ketatdim. Sen etay yüzümni düşemekti. Bunu mehmanlığa nime deb tushundirman? Siz gap topalaysiz. Siz aqlda hammani bezib yursiz o'tada. Graf janoblari, qo'rqingiz pek chiroyli ekan. Bugun tomashimiz unutuliqsiz tomash oldi. Cenab-ı Fontura, bu benim oğlum Leon Sobolud. Yaxshimisiz? Tanışqınımızga xo'shalman. Enrik, Cenab-ı Fontura'nın oğlu. To'limi xo'shalman. Yaxshimisiz? Bu yoq Cenab-ı Fontura'nın xon qizi Malina. Yaxshimisiz? Sizlar bilan tanishganimga xo'shalman. Siz Janobi Fonturaning xon qizining bunchalik go'zalligini ajab maqdimdingiz. Seni bir hayron qoldiray deb demagan. Siz bir yoqqa manganmi? Yo'q, hozirlik kelishim. Boshqa bir qo'rqib beribdikan sizda. Shundoq. Shundoq, qo'shni qo'riqdan kelishim. Tizim qattiq og'rib, otqa minamay paytonda keldim. Qani uy kirayli. Boshqani. Jinkas, arvin chiqirvat. Men onun bu chiroyli qizni ko'rsala niyatining yondig'anligini burilib pandigan. Xizmatkarimni? Onun ismi Santa. Sen ko'rmedingmi? Ko'rdim xenim. Santa mashadagi bir qul bilan ilgari bir xo'jayinning uyida turibdi ekan. U odam lalih kiris tarafda o'tirdi ekan. Anglasam, qoro joylari night pozirmish. U qulning ismi nima? Andres. Andres u mishada. Rasmishadmi? Shundaq, mush uyda turdi. Ba'zi sirtqa chiqib ishlaydi. Santa anglas qancha xo'shib ketdi. Odamning bu qo'riqdan mangu ketkisi kelmay qoldi-jimi? Men bu yerda men ko'tirman demedim. Bir ay o'ltirib yayrib olsam, arminim yo'qdi. Bu gaping bo'ladi. Bu yer shaharga o'xshash qulay ekan. Bo'pma havosi bak yaxshi ekan. Bundaq sapava odamga shundaq yoqdi dang'atadi. Telefonunuz bormidi? Ma'qul demaysizmikin? Nima deydigansiz? Sizning telefoningizga albatta ma'qul deyman-da. Amisiday. Izora bizga bir pianino chappagan bo'lsa, bugun kechimiz qo'yimi ko'ngillik o'tgan bo'ladi. Bo'ladi, men chaqirib kiray.
qaldın qo. Eyip məndəmiz. Yanarıya tamaqını keşbədi. Mihmanlar keçikən oxşaydı. Helim yaxşı məni saxlapsız. Sizə deyilğən bir yaxşı gəp batdı. Yaxşı çaldı. Ras, xil tirishqanda qiladi. Yo'q, quruq tirishlik kifoya qilmaydi. Bu degan talant. Men mushunchalik chala olgan bo'lsam, qanday yaxshi bo'ladi-da? Bugun oqshom o'tgankidimi yaxshi chalding. Rahmat. Seni obda rozi qilsam bo'ladi. Rozi qilsam? Hozir hammalarning kayfi chog'. Mening nima demoqchi bo'layotganimni tushundingmi? Tushundim. Bugun oqshom Almida bilan sezishning obdan paytdi. Sana hörlük beriş doğruluq. Onunla dep bakman. Nemi gepti? Ötkendi siz. Bana bir muqul qarşılık qılamaydı dediniz. Şundaq, gepim xata mı? Yo'q. Biroq bu qo'riqda hech bo'lmaganda bir dedekni boshqaramaysiz-ku deyman. Başqa qo'riqda badu, lekin bizning qo'riqda İzora bak. O başqa qullarga o'xshamaydi. To'xta, ne görsə? Siz muşundaq demsiz. Men bu gapdan bezor. Qadirligim Almida, sizin so'rayotgan bu ish Izoradek bir qizga eng zo'r shafaat bo'ladi. Eng zo'r shafaat? Onunğa hörlük va namus berayli. Men sizga bu gapni degicha ko'p o'ylandim. Meningcha bo'lsa, Izorani hörlük chiqarishning vaqti yetdi. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca,